Hammaga salom bo'ldi. Sizlar buning uchun sizlarga vatani tanab tashigan Sezil Minecraft kanali. Bugungi videomiz juda ham qiziq chiqadi. Buning uchun videoga like bosib va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qani unda biz videomizni boshladik. Bola bilasizlar, bugungi videomiz mahalla chiqishi. Bugungi videomiz hozir mana shu qishloqda manofasida turgan uy meniki, ya'ni kompyuterni uyga o'xshash uy meniki. Bu uyga men osonlikcha erishmaganman. Bu qishloqda o'tkazgan birinchi kunlarim haqida serial olyapmiz. Shu serialning bugungi birinchi qismini olamiz. Unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qani unda biz ketdik bolalar. Ketdik. Yurma-yu. Mashina ham shu yergacha tashlab ketadimi ya? Shu yerda qishloq bor deb eshitganman, ammo bu yerda qishloq yo'q o'xshayapti. Lokatsiyada shu yerda bo'lishi kerak edi. Noda. Va bo'ldi. Menimcha shu yerda bo'lsa kerak. Yo'l ko'rinmayapti. Demak, shu yerda bu. Ketdi. Bu juda ham balandga o'xshayapti. Bu yer. Menimcha juda ham birazdan yo'qot. Xuddi qanaqadir narsalar tashlab ketishgan. Qanadir qishloq nurda bolalar. Okey. Bolalar bilasizlarmi? Normal qishloq o'xshayapti. Bu narsalarni bu joyga qo'yib olishim kerak. Bolalar, bizda shuncha narsa bo'ldi. Zumratimizda pulimiz bor. Jitel, salom. Yaxshimisiz? Ikkalamizdan qoch. Kimsan o'zi? Okey, bolalar. Salom, Jitel. Salom. Seni avval ko'rmaganman. Men bu qishloqqa endi ko'chib keldim. Shaharlikman. Yaxshi. Bilasanmi, bu yerda mehmonxona yo'qmi? Hozircha men uyim yo'q edi. Albatta bor. Ana bu meni urgandagi eng baland bino, 2 qavatli. O'sha mehmonxona bo'ladi. Rahmat senga. Davay, bolalar, ketishimiz kerak. Demak, mana shu bu jitellar turgan joy mehmonxona bo'lsa kerak. Bu yerda egasi bormikin? Okey, bu yerda oddiy uy. Bu yerchi? Bu yerda ham hech kim yo'q. Bu yerdachi? Bu yerda qandaydir jitel. Bu jitel. Yaxshimisiz? Qanaqa xona kerak? Menga bilasanmi? Ikkinchi qavatdan bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Xullas, to'lovlari qancha bo'ladi? Agar sir bo'lmasa. To'lovlari bir oyga 32 ta izumrud bo'ladi. Buncha pul. Bola, hozir oldindan qilmasam bo'ladimi to'lovni, keyin qilsam? Oldindan to'lov yo'q. Oldindan to'lov yo'q. Xohlasang, yanagi oyning oxirlariga to'lasang bo'ladi. Ikkinchi qavatda boshpana bor. Okey. 32 tadan ko'p bolalar, lekin menda hozir shu xona bo'lsa kerak. Lekin menda pul bo'lsa ham hozirda menda 64 ta to'g'ri, ammo bu bir oyga yetishi ham kerak. Ovqatim bor. To'g'ri, hozir ovqatim bor. Lekin baribir. Mana mehmonxona o'zi chiroyli ekan. Mana oddiygina, lekin luks. Bu yerda zo'r joylar. Mayli. Bu yerga kirmagan yaxshi deb o'yladim. Mana ozgina telefon o'ynab o'tiraman. Mana bolalar videoga ham yakun oldik. Bu qishloqda oddiy kunimizning birinchi qismi edi. Ya'ni qishloqqa ko'chib kelganimizdan boshlab boshimizdan kechirgan voqealarning birinchi qismi edi. Bu serial 10 qismdan iborat. Keyingi ikkinchi qism video 5 ta like to'plagandan keyin chiqadi. Mayli, sog' salomat bo'linglar va kanalga obuna bo'lib
videoni like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Sezar Minecraft bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha.